Bugun Jizzaxdagi uyimizga mehmonga kelganman va o'zim bilan birgalikda mana bekridan shirinliklar olib keldim. Sizlar bilan birgalikda yeb ko'ramiz. Yeysizmi qizim siz? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bu fistashkaligi. Yeysiz? Bu malinaligi. Eng zo'ri mana shu guseniya lapkini yong'oqlisi. Sug'ushonkaligi juda ham mazali, ichida yong'oq bor. Shunaqa mazza qilib yeysizlar, choy bilan shunaqa zo'r ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Gap bo'sh emas. O'zim bilan birgalikda Matila tortidan olib keldim, mana qaranglar. Buni o'zi kecha zakaz qilib olib keltirib qo'yganman. O'zim bilan bugun olib keldim. Lekin hech qayerda buzilmagan, hech narsa oqib ketmagan, cho'tka zo'r turib berdi. Mana hozir mehmonlar bilan birgalikda mazza qilib choy ichamiz.